O'tgan zamonda bir kishi ming mashaqqatlar bilan tog'dan terib kelgan o'tinini xotini qo'ni-qo'shnilarga tarqatib yuborar ekan. Biri ikki bo'lmagan erning toqati toq bo'pti. Bir safar o'tin terishga xotinini ham olib boribdi. Bir amallab ikki bog'lam o'tin to'plashibdi. Ko'tarib qishloqqa kelishibdi. Ayol mashaqqatdan qora terga botibdi. Rosa charchabdi. O'tin terib kelish qanchalar mashaqqat ekanini shundagina anglabdi. Ertasi kuni qo'shnilar yana o'tin so'rab kelishganda ayol: "Ey qo'shnilar, o'zim olib kelgan o'tindan bitta ham bermayman. Erim terganiga esa qo'l ham tekkizmayman. Agar o'tin kerak bo'lsa, o'zlaringiz terib kelinglar" debdi. Insoniylik o'z